Assalamu alaikum tordaşlar. Yaxşımısızlar, yaxşı turdunlarmı? Bugün azıraq ortaqlaşaylı. Bugün ortaqlaşmaqçı bolğan temam mundaq bir kitap üstüde boludu. Bu kitapni menimce köygənlər xeyli bar dep oylayman. Yoki tapalmadыңlarmı bilmeyman. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun İsa efendim mundaq bir kitapni nəşr qıldırdı. Torlarda xeyli uçratdыңlar deb qarayman. Bu kitapni hem de bir qancha aylan bilan birlikdə yazğanlığı etibdi. Hem de bu kitapның içindeki bir qancha narsalar bilan ortaqlaşay deb oyladım. Bu kitapninki 251 betide. 251 betininki mana tövenki kısmıda. Tövendirek kısmıda. Tövenki kısmıda. Mundaq bir narsa yazılıptı. Yani Erkin Sıdık efendimninki 2008 yılı vatanga barğanida Dolqun İsa efendimning uyiga berib, ota-onasi bilan ko'rishganligi ham rasm va qisqa video elib kelganligi ustida nayt xo'shallik bilan bir yozgan bir abzas so'zi bor ekan. Anandan keyin Erkin Sıdık efendimninki 2009 yılımı vatanga borganligi hammamizga ma'lum. Men bu vaqtimi naq maydon qilgan. Yana bir mushu 251 betning eng tegidagi qismida, mana eng tegidagi qismida 2017 yilga qadar Dolqun İsa efendimning oilasini aloqasi bor ekan to'xtamdi. 2017 yili 1 apreldan boshlab aloqam uzildi debdi. Bu hamda bir öz yazgan, men yazmadım bu kitapni. Özüңlar ko'rib beqinglar, balkim ba'zilaringlar aldinglar, ba'zilaringlar olmadinglar. Bu inglizcha yozilgan kitap. Bu kitapni men yazmadim. Buni aniq deb qo'yay, bu kitapni men yozmagan. Mo'shuningda hamda uyiga berib kelibdi. Erkin Sıdık efendimga keyinroq kirayli. Anandan keyin bizning mushu Dolqun İsa efendim özününki qizil uqtirish chiqarilgan bir kishi ekanligini davomli tilga olib kelgan. Bu kitapninki o'zining yozgan kitobida 41 betida men hozir tep bermaslarga 41 betida 97 yili qizil uqtirish chiqarilgan debdi. Buni men yozmadim, men yozmadim. İngilizce yozilibdi. Anandan keyin 252 betida bo'lsa, mana 252 betida bu qizil uqtirishni 2003 yili chiqarilgan debdi. Mazmunga keyinroq kirma. Anadaki ba'zan medialarda, xabar kanallarda bo'lsa 2001 yil chiqarilgan debdi. Hamda bu vaqtida qandaq bir farq bormi, yo'qmi, yo xato yozilib qoldimi, yo unutilib qilib, kitobni boshqada yozish jarayonida o'zi o'qimag'ashqa kitobni yo xato yozilib qoldimi, yo qandaq uni bilmadik. Shuning bilan men mana yana bir ko'rib o'tinglar bu kitobni. Dolqun İsa efendim bir qizil uqtirish chiqarilgan, Interpolning qizil uqtirishi chiqarilgan bir Uyg'ur tashkilotining raisi bo'lish sifati bilan, mushunda holatda turgan insonning uyiga Erkin Sıdık efendim beribdi. Hem bemalol shu videolar, rasmlar elib chiqarilibdi. Teshiga. Nima degan talaylik odamlar bu? Voy devatdim-da, voy. Maşallah. Allah razı olsun Erkin Sıdık efendimden devettim meyliqini o'qib etib. Anandan keyin Erkin Sıdık efendimga kirayli.
Erkin Sıdık efendim 94 yılı 12 ayda Şərq Türkistan Yaşlar Demokratiya Birleşmesi'nin Amerika tarmağıga kirgen, a'zo bo'lib kirgen. 96 yılı Amerika'da Şərq Türkistan Milli Azadlık Merkezi qurilishining planlovchisi ninki birsiken. Bu özününki tercümalarda var, tercüme halı da var. Anadaki Tuğluk Abdurzak efendime aynı vaxtda bir muncha materialını götürüp sözlegen vaxtida sözlegen. Umut hordu ba. Agar juvatgan bo'lsa, menda so'rsa, men Tuğluk efendimga o'zim evat berme. Anadaki shu tashkilotning ijroiya komitetining a'zosi, madaniyat ministri bo'lganki. Anadaki tunji navbatlik Uyg'ur yoshlar qurultiyining, ya'ni keyingi Dünya Uyghur Qurultiyi deymiz. Onun ilgirki ismi şu, Şərq Türkistan Uyghur Yaşlar Qurultiyi. Şununkigimi a'zo bo'lgan kishi. Tunji navbatligininki hem a'zosi, hem shundaq vazifalarni o'tab ketganda ayni vaqtida. Anadikin Dünya Uyghur Qurultiyining ishidimi vazif ep kelingan. Hazır kadar özümü dep durudu. Ali məsləhətçisi dep dur tor dünyasıda mı ba, özünün ağızlı sözlüğünü de mi ba, materialları mı ba, bu hiç kim inkar kılınmaydı. Qığıdak nəsimi emas. 2008-2009 muş vətəngi berip kelgen vaxtı anadakin ürümçi qırğınçılığı vaqtda nemişler boğallığı üstüde mən bir qatım sözləp baxam. Bunu yani qayıtlaşının ki azraq mı əhmiyet yox dep qarayma. Muşudaq arıq görünüşüdeki adam vazife ağan Dünya Uyghur Qurultiyinin içinde vazife ağan bir kişi bimalal vətəngi berip qızıl uqturuş çıxağan Dolqun İsa efendiminin uyuga bimalal berip xətcək yana nimalarni dur ekagini u yazıb yazmaptı. Faqat resim video əkeldi dep durup yazıptı. Şununla davamlıqçıq adamlarınki birlik, iştipaqlıq, uçi, buçi, toğırlıq, iştipaqlı, toğırsız sözlegen sözleri qarab, oylap qalıma. Bizning fikir erkinligimizni bo'g'yotsa, yo'q, qayerdagi birlik bo'ladi? Qayerdagi birlik? Birlik degan nima bo'ladi? Vatanda men Xitoy maktabida o'qiganda lekin Uyg'urcha maktablar keyin Uyg'urchaga o'tkalgan. Uyg'urchada bo'lsin, mayli Xitoycha maktabda bo'lsin, aniq bir narsa bor. Birlik, ittifoqlik, ittifoqlikni nima qilish kerak? To'nje deb turib. Anadagi axloq tarbiyasi kelgan ko'ngilnikiga chiqdi. Boshqalarni sen qarshi tarafdagilar fikrimga o'xshashmagan odamlar og'zi burning 70 puchsigacha tillaysa-yu, men nima ustida so'zlayotgan ustida qarilib ketib, xalqning ajrashqini va yana birimiz ustida fikr bo'lib ketadi-ku. Hamda men bu Xitoyga tegmagan hamda. Shu, ya xalqning uyini buzmagan-ki. Mushunda holatda 70 puchsigacha tillaysa, javobni berish eg'ir kelib, mening qo'ygan savolim, uqmagan narsalarimga javob berish eg'ir kelib, shunchalik shunda tillaydigan odamlar hamda birlik, ittifoqlik deganda shunchalik tashviq qildi. Xuddi naydi bir esil bir odamlardek deyli, naydi esil odamlar bu bular hamda. Shundaqdimi? Shundaq. Anadaki xalqma fikir erkinligini bo'g'isa yo'q, nariga ittifoqlik birlik bo'ladi. Ondaq chiqib o'ltirib mo'y spitlarninki yoki bir xonimlarning o'ltirib voy ittifoqlik, voy birlik deb ketsa, heliq keyninglardagi heliq ishlarga qaraydigan bo'lsa, odamning qusqisi keladi. Bu kitobni men yozmadim yana kelib, Dolqun İsa efendim mağarab turib mi ko'rsizlar baribir. O mening tillig'inglar bilan toza ko'rsizlar mening narsalarimni. Bu kitobni men yozmadim-ki, Ma kitobni o'zingiz yozdingiz. Bir necha yillarmi birlashib yozibsiz, sal bir qarab aytgan bo'lsangiz, ichki yil, oy, kunlarda qanday o'zgarishlar bo'ladiki, qolganlarga aldirmay kirmizdi. Mavni men beshida, mush yerni dedim. Vatandan
urug' tuqqanlarimiz bilan ko'rishish nihoyat tez. Anandan chet-eldan mundaq bir tashkilotlarga a'zo bo'lgan, g'olliq bir vazifalantirilgan, vazifa olgan g'olliq bir odamlari agarda vatanga borsa, Xitoy bemalol qizil uqtirish chiqargan odamning uyiga kirgizguniga men aqlim hayron qoldi. Yo men saldotmi yoki qanday unimi bilmayman. Ashtaq. Anandan bu videolarni bemalol chiqarlig'iga voy erkin Sıdıq əpəndiga nisbatan olaydı hürmetim. Olaydı noçka dedim şununğa vatandan kelgan xabarlar, uçurlar deyişimi bekar emasken deb o'yladim. Uyg'urcha kitoblarda, Uyg'urcha yozilgan narsalardagi yil, oy son, kun, anadagi ba'zan mazmunlar mushu inglizcha yozilgan materiallar bilan zo'r farqliq. Unisi rost. Zo'r farqliq. Mana bunu men yazmadım, yanılday. Bunu men yazmadım. Öz yazdı. Anadagi bu adam unutulup qolganmi yo yozg'ichi bo'lgan araliqda biroz qandaq bo'lgan onu bilmedim. Mana shuningda 51-betda 251-bet aniq yoziqliq. Mana qarab etinglar. Erkin Sıdıq efendim berib Dolqun İsa'nın uyga beribdi, cuma narsalarni olib kelibdi. Hamda balkim boshqa narsalarni bag'ash kelganda onu bilmayman. Lekin Erkin Sıdıq efendim Allah'aydı nocha odamda. 2009'da shu qanchalik jiq ballar vayronchilik uchirdi, o to'g'riliq men jiq chiqargan so'zlab bo'lgan unaga kirmayman. 2018-yili men bir ovoz bir qadamniki namoyishga bordim. O vaqtda nayt zo'r tashviqotlar bo'linganligi uchun Ro'sha Abbas xonim o'tirdi, shundaq voy mening savodoshlarim bor o'tirdi, nayt tashviqotlar bo'lgandikin, bir Uyg'ur bo'lgandikin bu namoyishga boray deb turib bordim. Berib 2 soat qolmay uyimdan degan voy saqchi uni bo'lgan gap uyda. Anandan opam shu zaman shu Veshin bor vaqti telefon urib nima bo'ldi balam? Hey, bu nima bor u yerda po'qvami deb nada desam, menga bir rasm ko'rsatdi. Hukumatda dedi. Shuning bilan bizning uydagilar bilan aloqam uzildi. Men bir namoyish qilib olgan. Bir namoyishga bordim, Namoyishning uyushtiruvchilari nima uchun doying yana birmi deganlarda o'ynab yurgan heliqi doyingchilarning heliqi videolari, heliqi lager shohidlar deganlarning doyingdagi heliqi naynaqshib ketgan heliqi videolariga qarab bular mushunchalar hech kimning chatig'i yo'qka doyinglar yuralaydi-ka, heliqi Turkiyadagi heliqi biraylarni heliqi xotinni urib ketgan shuning doyinglaridagi narsalarni boshqalar evatib qo'yganiga qarab to'g'ri. Men qanday bo'lgan odam bu uyushtiruvchilar ayni vaqtda men 2018 ga qadar bir ko'k bayroqning yanida rasm tushish emas, uyimdimi u bayroq yo'qdi. Nima deb bularning hechnim bo'lmay hozirga qadar endi uyi pechatlanib, yana biraylarni uni kitobiga ayrim ko'rmadik. Ma kitobning oxir ne mazmunlariga aldirmay kiramiz. Men shu Erkin Sıdıqniki bilan Dolqun İsa'nikiga qarab hayron qoldim. Bular 2017'da apreldan boshlab uzilibdi aloqasi. Bular qanday qadamlar, men qanday qadam deyman-da, dadam o'lib ketgan chaqda mush degan, o'lmaydigandek evatgan narsalar bor, haqninki. Mush nimaga shilong tiqdi, dadam o'li sakratda deb ketgan, ashundaq bir narsalar bilan shundaq rahatsız qildi. Anadagi 5000 kishi namoyishga aktiv ovoz qo'shdim. Tashviq qildim. Voy bu namoyish degan bo'lib ketdi, mondaq natija, aldaq natija bo'lsa, rasman ashundoq dötdim. Uqmaydim men. Uqmag'ashqa qatnashdim. U jarayonda jiq narsalarni ko'rdim. Ko'z oldimdagi narsalarni ko'rdim. Savol qo'ydim. Uning oldida degan voy Zumrat xonim, voy o davatqanlar oq o'rlib tillash deganda boshlab ketdi. Xalqning uyini buzmadimki. Sen xalqning qaysi karvatdoshlaring, yana bir oshnadoshlaring, oshlarniki qig'dak bo'lib ketgan narsalaringlar turuqliq meni oqiga o'rlib turib javob berish eg'ir kelib talay tillashlarda haqoratlarga uchirdim-da. Shu vaqtlarda hayron, hozirgi oqiga o'rlib turib
Agarda mushundaq savolni men qo'ydigan bo'lsa, töküp etime to'rga 70 pushtingdan tortib hamma narsani töküp etalayman-da. Lekin hech kimning karvatdoshlari yana birmi qeyrisidan tortib yoshlarigacha bo'lgan jeshi karvatdoshlik, oshindochilik yana birmi chiqarmadim. Chunki bu narsa qiziqmayman men. Voy og'irmisa hammadamga bersan 24 soat ichib qo'ysangmi, mayli ko'chaga qartib deyman-da. Nima chatig'im menanda. Lekin Uyg'urni oldimasligim kerak. Anadaki yana ba'zan odamlar sizlar o'ylab yiqinglar. Burunlarda kitob ko'mamdikkanmizga desam, men burun ishinatdim bularga. Bir nima qilyotidi deb o'ylaydim. Bir nima qilyotidi deb o'ylag'ashqa, bu narsaga savol qo'ymabdi ekanman, ishkirlab oqtirib boqmabdi ekanman. Amaliyotda hamma narsa ochiqchilikda bor ekan. O'sha indigenous people, Uyg'urlar, shu yovvoyi odamlar qatoriga, shu kategoriyaga kirgizishga asli qo'shgan talay odamlar bor. O'zini sarxildab olgan, axlab o'zini pakiz qilib olganlar bor. Yog'andan divanlik kesilib olganlar bor. Erkin Osiyoning ayni vaqtdagi bir nimalardan tortib. Uning qoldirmay kirma. Lekin men o'ylab qoldim. Biz dötmi yo nima bilmadim. Nimişim bilmeyme. Eğer de bazıları bana bir narsalarni ivetip koydu, bunda depti, bunda tillaptı, onda tillaptı dese, nimi deyişini bilmeyme. Tılıstılar ve sunun bana ivetmeyler bunu ondayken. Çünkü bazıları körümüz, bazen adamlar için öyle kıstırıp mı koymayma. Çünkü mende onda bir illet bulmağandayken, senin gemin mende oğam bile, benim gemim vatanda, qeyrindaşlarımda. Eğer noçu olsan aşında yerlerge kırıp sen nimiş ki bunda yedeyse, nimiş ki vatan dese kımaysılar, vatanda zuvan çıkamayısılar, dep durup demeysizler degim keladi. Şununla bazılar gapmi qilgim kelmaydi. Hayran qalma, vatanda senin tuqunun xotirjam, mening tuqunim qandaqdi? En qisqasi Türkiye'de bir apamning bir o'quvchisi var. Şu açtaq dedi. Dadamiz tugab ketgan chaqda ölümge mi berişqa uyumdagilar qo'rqibdi, mushtaq opamning eng oxirgi sinf mas'uli bo'lgan eng oxirgi yillikniki bir singlimizdi. Shu boramabdi, qo'rqib dedi. Oshunda holatda Erkin Sidiq apandim bunda qizil boshliq birmi chiqargan odamning uyiga bora olgan bo'lgandikin olaydi bir hayron qoldim. Bunu ben yazmadım yana kelip yana, ma kitapni ben yazmadım. Eğer mümkün olsa, şunu elip o'qib beqinglar. Nurg'unlagan bir narsalarga erishishlar uchurlarga. En qisqasi, haliqi O'rta Osiyodagi qotillik voqeasiga tortib, shu mazmunlarni kirgizilgan ma kitapning ichida. Uni oldirmay kirimiz. Ama moşunun qilday. İttifaqlıq, birlik degan nima asosda bo'ladi? Oy, mustaqillik degan quruq shuvar, quruq gap bo'lsa nima uchun sahraysa? Nima uchun? Bo'pti, quruq bo'lsa sahrima. Bumi bizningki orzuyimizmi deylik, g'oyimizmi deylik, irodamizmi deylik? Nima deb sahraysa fikr erkinligini bo'g'ayotgan holatda nariga ittifaqlik, birlik bo'ladi? Ağ görünüşün degen aqыңды liq poqturuqliq qandaqsızga sen bilen ittifaqlaşqılı buludu? Niye rəsvarçılıqlığınla Uyg'urningki davasını setib petiqlab, çoşq petiqlab oynaganda petiqlab oynab bulup, axırı kelgan chaqda mushu davati deb ko'rsatib qo'yganinglar. Sit shu aqqan qonlar, bergan jonlar, aşı vatandagilarning. Biz nim qildik? Biz qon tökmedik. Biz jenimizni bermedik. Jon bergan, qon tökkanlar vatanda, vatanning egisi vatanda. Sen bu yerda o'ltirib aq qilmay, ko'p qilmay, yana birmi qilmay, voy ko'zini po'z qilmay, yengini ko'ni qilmay, ko'nini parchalab, mani qilmay, ani qilmay. Uningdan boshqa narsa emas. Po'xtava qilib o'ynagining ashu pakizroq bir yer qapqas bo'lmaydi, o'shanimi petiqlab o'ldirish kerak. O'ylab beqinglar qarindoshlarim, vatanda erkiy qirg'inchilik bo'layotidi. Top qurish, WhatsApp to'plari, maddalar to'pidan boshqa narsa yo'q. Topli qurish, vatan qurmaydi, topli qurish kerak. Bağnasını buzib, parçalab, texmi petiqlab o'ynash kerak. Rasvalar cho'qim ustiga chiqish kerak.
Xitay xotini ağan, Xitay əgi tekken, yana bir qonchilik rasva aşındaq adamlar çoxum beşimizde çoxumuzda oturuş gerek. Ular anandaki bizge millet söygüsü, vatan söygüsü, milli gururdan ders beriş gerek. Onu biz anlap oturuşumuz gerek. Bir yerge inkas düşüp boğuça, aş inkas yazgan adamның ayrım xansı kirib, rasva tıllar bilen toşqızı betidu. Bu nemi üçün? Burunlarda o bunda oylaq qaldım. Burunlarda qiziqmağaşqa, köngül bölmegeşkimiki, men işengeşke deyli, dava boğatıdu degeşke, men pul berettim alağa bedel pulu yaban Norugiyadaki bir meninkige berettim. O hükümet mi Uygur tılideki nəslərini ular qiziqib turib kömegeş almaq bilmeydiken toq. Hazır bilidu, hazır xiliciq nəslərini bilidu. Bütün dünyada qiziqıvatqan ma'lum bir narsalar bor. Muş kitapda özü yani başkalarının bir yardımını yazıp durğandı. Özü körüm baxmagaşqa ayliq yıl sanlımı, yani bir mı aşk hayajan bilen yazgan bir kitap hemdi bu. Belki bunu Nobel mükafatığı köstemdi, onu mu işinin birini de yılımaydı. Yani birisinikinin birini okumaydı, qalı bir yerde mükafat alğandakla. Azraqla işletsek, əməliyyatda həmmə nəs uçuqçılıqdı ba. Cıq adamlar cıq uçurlarını saqlab dikən. Cıq videolarını saqlab dikən. Faqat o burunqı nəslər, yoğun, plastinkinin işçide boğandakən, loşandayının işçide boğaşqa, şununğa onu CD-ға aylandırıp, yoki kompüterninkini nem qilishni bilmegashga shu betim saqlab qolgan, shunda jiq narsalar bor. Ashlanib evatgan akalarımızga, adillarimizga, qarindoshlarımızga rahmatimni bildirman. Do'stlarninki kecha kunduzi shu narsalarni hazır aşqılı bo'ladigan hujjat shakliga aylantirib jafo chekayotgan shu do'stlarimizga, video ishlayotgan do'stlarimizga, anandikin hujjatlarni turlarga ayirib saqlayotgan do'stlarimizning hammasiga rahmatimni bildiraman. Anandikin jiq hujjatlar to'rda bor, faqat o'xshamagan bir ismlar bilan saqlanib qolg'ashqa, uningga ko'ngil bo'lmagashga biz bilmagan. Hozir ko'ngil bo'lsangiz jiq narsalar chiqadi. Acayip jiq narsalar chiqadi. En qisqa Dolqun Qambirininki shu indigenous people deganga qanchalik Uyg'urni shuningga akirish jarayonida hasi qo'shgan haliq materiallar hammasi chiqadi. Ko'ngil bilib baqsanglar bo'ladi. Boshqa odamnikini tatalab o'ynamay, o'yinga aylantirishchi hozir 2 kun shu var qilib qo'yib, yana birim qilib qo'yib, yana bir uningdan qilayotgan qiliqlarini hammamiz bilsakmi, garchi ba'zanlariga kelgan chaqda Uyg'urning davosiga bek nacharlik ekanmiganlar bo'lsa, uningga biz chiqilmaymiz. Bo'pti, mustaqillikli degan bo'lsang, yoki boshqacha bir nima qilgan bo'lsang, burun qanchalik po'qning ichida turgan bo'lsangmi, biz chiqilmaymiz. Özən kirib tatılab, özəngnin keynini aşmasanglar, biz çıqılmaymiz. Xitayning tegida yatqan qanchalik rasva qechib ketgan yerim birim bo'lsa-mu, agar o'shingni tepib ishingni qilaversang, yanala yüzüngni aşmay, rasmingni chiqarmay, Rambodek bo'lib ketgan bir Rambo ismliklar bilan bo'lib ketgan ishlaringni yipiq shaklda jim turamiz. Karvatdoshlaringnikini qeri, jelaningmi, karvatdoshlaringnikini biz uning to'g'ri chiqarib o'tamaymiz. Nomus degan shu, axloq tarbiyasi degani mendan so'raganda sana axloq tarbiyasi berma. Ko'ngiznikidek qilib, qamlashmagan chaqda Xitoy ashtaqqa javob berish eg'ir kelgan chaqdalar qandaq. Ko'ngizi deysi deb turib chiqadi. Ashundaq ish. Agar mumkin bo'lsa, azroq bo'lsa-mu, aqlimizni ishlatib turib, 70 necha yillik da'vo nima uchun da'vo bo'lmadi? Xitoyning quchug'ida bo'lganlik uchunmi? Xitoyning nerda bo'lganlik uchun bu da'vo shundaq bo'lyotdi. Nima deb shu salla ilgirlagan chaqda xalqaro siyosiy vaziyatda o'zgarish bo'layotgan chaqda Uyg'ur haqidagi ba'zan narsa kun tartibga kelishga boshlagan chaqda nima uchun bir nimaga aylantiramiz, bir nima qurimiz, yana bir nima qilamiz, ko'zni poz qilamiz, ko'nisini mandaq qo'yamiz, andaq qo'yamiz. Agarda seninkidek ashundaq rasvoliqing agarda ma'lum birlarda bo'lgansa, ularni eg'ir o'tirg'i chiqib turib so'katdim.
Sizlardagi rasvochilik hech nimaga to'g'ri kelmaydigan rasvochilik. Buguni deganing bilan erta deganing o'xshamaydi. Aşı mush kitobning beshida yozgani bilan o'tirsa kelgancha unutilib qoldi degan gapda. Agar bir odam o'zininki tarixini unchoq darajada unutib mangan bo'lsa, divanlik bo'lgan bo'lsa, buni yozmaslik kerakdi. Kim xududiga aytgan mushuni tig'i nim deymiz, mushuni tig' bir yerda mukofotlab bir nima chiqaramdi, uni hech nima degila olmaydi. O'ylab beqinglar, azroq o'simchi vatandagilarga azroq o'sim ishimiz og'risin. Bu so'rg'i ba olam bir kuni bo'lmay bir kuni aşının bedelini çokum töyleyimiz. Azroq ağzımız olsun mu ayımığınımız yaxşı. Vay yeliq dincidili, vay tinmay dincidili çıkırdı. Yani bu yıl şekli özgergen dincidili, namazını 5 vaqt okumaslık gerek. Yani bir mi digenlerini çıkırvasıp yüzünü daptak, olaylık dincilerin hemmisi cimcit boğagan gep. Özünün dininge, etqadınga hakaret kıvatkan adamlarga mi yani olturup anlap bergendik o sizlerinkideki ras, qalbinglar rasmiyli bir narsa keldim, çoşqı petiqlığı, çoşqının qalbili deyli. Şundaq. Eğer mümkün bolsa, qeyrindaşlarım, azroq olsunmu kallamizni ishlatib, bir materiallarni Uyg'urcha izlab beqinglar. Bularning inglizcha yaxshi emas, shuning uchun Uyg'urcha so'zlaganning ostiga inglizcha kirgizgan talay narsalari bor. Heylik Cumhuriyet günüdür dikan usul oynap degan heylik bo'p ketgan qo'shlarni etishib degan heylik xotinlarning, erlarning bo'p ketgan heylik sharmandaliklar biz bir nima chiqarmadik. Dedim-ku sening g'eming menda bo'lgan bilan, bizda bo'lgan bilan bizning g'emimiz vatanda. O'ylab qolaman vatandagi uydagilar bilan bir qatim ko'rishalamizmi? Bu kitobni kim yozgan? Dolqun İsa bir qanchasi bilan Turkiyadagisi bilan am yenidagi yana bir qizchaq bilan qo'shilib yezibdi. Mana. Buni boshqa yerda ololmaysan, Hindistonda sotadigan yeri Hindiston bo'lib qilib, shu yerdan oldik. O'shunda. Yana bir ko'rib baqsanglar bo'ladi mana. Endi kelajak naslar bu adam degan bekli ma'rifatparvar odam ekan, tuqma Dolqun İsa. Oy, vatanda degan ash savodsizlikni tugutaman deb degan alomat kurash qilayotgan cho'ng bir zotga bu. Vay. Ashundaq. Agarda o'ylab beqinglar, mushundaq bir odamning uyiga vatanda Xitoy degan andaq quvvatini mundaq biz vatanda vaqtimizdala. Biz chatga chiqqan maslan men 2010 chet elga chiqdim. Malayziyaga chiqdim, ondan keyin Turkiyaga chiqdim. Turkiya orqali mayoq keldim. Kelish jarayonida bizni degan rasmiy oyoqdan oyoq shu bir hamda shu ishki kiyimiz bilan qolgan butun aqturgan. Erkin Sidiq efendim rasmiy nochga hamda nariga tiqib chiqdi, uni bilgili olmaydi. Mashundaq. Acayip noç adamlar var. Mesela doyinchilarning ichida İngilizce yazılgan kitap. İngilizce yazılgan kitap. O'ylab baqsanglar-chi, hamda hayron qolaman-da, hamda bu bizni hamda haqiqat bunchola MTT qilamda, o'ylab beqinglar, non yedik-ku hammamiz, non yegan, boshqa bir nima yeb cho'mmagan ekan, haq nimada ishlansingizmi hamda hech bo'lmaganda hamda savol bo'lsin qo'yib baqayli qaranglar. İngilizce yazgan hüccetlari, dokladlarının içideki narsalarga qarab baqsanglar, Uyg'urlarning oldida degan so'zi bilan yazgan, chet elliklarga yazgan dokladlari, hüccetlarining içideki ajoyib juma o'zining qo'li qo'yilgan, o'zining imzosi qo'yilgan. En qisqasi endi bu siyosiy butun dunyodagi, xalqarodagi siyasi yollarının 1 saatlik, 2 saatlik nutuqlarının içindeki 2-3 minutni kesip çıkırıp koydu cıqyalardan.
Onu herkes falan çıkıp meniki men emas, o sözlügen men emas demeydi hiç kim. President Trump'ın kim ha? Talay videoları var, ballar bilan oynagan. Yoki bir her xil g'ayri o'yin qilib qilgan har xil videolari u men emas demaydi u. Onu kirishtiribdi. Mana mundaq qilibdi. Endi karvatdaşlaring bilan yetishqiningni chiqirib qo'yayli deydisa. Bizning e'tiqodimiz, axloqimiz aningga to'g'ri kelmaydi. Eshak o'livotsa keyni g'ijak tatibdi degandek ish bo'lmasin deb nayda diqqat qilamiz. Numus deb bir narsa var. Azroq bo'lsin sezim bo'lish kerak. Yozgan narsalarni o'zingning qo'li yozmasa, o'zing qo'l qo'ygan. Mana bu endi men emasmi, ma odam. Mavu. Anaki talaylarının kitapları var. Eylik kitaplarınki de paydalanış materyallarının içinde acayip bir baylıklarını tapdık. Uygurlar kızgırgan, Uygurların tarihi kızgırgan tədqiqatçı adamlarının kitaplarının içindeki bizge paydalı olan, şu müstakilligimiz için payda, menfaat buladigan hüccetlerini tapdık. Besivilingan zeminge dair aştaq hüccetlerini aşılar arkalı alaqalışıp bizning ballar yaş ne ballar var her bir dövlette. Hemminglarga rahmet etime cumhurkularım. Hemminglarga rahmet etime. Biz bir oddiy bir Uyghur puhrası buluş salayetimiz bilan faqat vatandagilarning ovozli bo'lyapmiz. Başqa ya bir tashkilot quribamidik, bir tashkilotning ichiga kiribamidik, voy vazif olamiz, voy oqni ko'k qilamiz, ko'kni oq qilamiz deb o'ltog'inimiz yo'q. Numus deb bir nima bor. Agar men Xitoyga tekkan bir xotin bo'lsa, umrimda to'rga chiqmaydim, umrimda numus yuzdan chiqmaydim men. Agar Xitoy xotin olgan bir ervo'g'alish sifatinglar Uyg'urga madaniyat to'g'riliq so'zlaysa, til yoziq to'g'risida so'zlaysa, Amerikadagi eliqi. Xotiningning rasm bilan bolalaringni o'ynab o'tag'ini chiqirib qo'yadisi yana odam degan. Ashunda. Bunda birchu ozroq bo'lsin bismillah deb tomoq berdi-ku o'ydikilar. Azroq bo'lsin o'ng putinglarni dastlab chiqinglar bolalarim deydigan bir oilalarda cho'ng'angu hammamiz qarindoshlarim. Azroq bo'lsinmi bir g'urur degan bir narsani bunda bir o'yg'itib baqsanglar. Din to'g'riliq so'zlab ketgan odamlarning heliqindaq toplarda o'ltirib, 5 vaqt emas, 5 vaqt namoz emas ekan Qur'on deganda, 5 vaqt o'qimaydi ekan to'q, mundaq qilmaydi ekan to'q. Eshak go'shi haloldi. Yana birimi mundaqda deganlarni yana o'nglab o'ltira olgan borki, u qalblar endi nima bilmaymiz. Qarindoshlarim, ozroq olsun uyqumiz ochayli. O şeytanlar ko'rdi, ko'misa mening Facebook'imda nas ko'misa ko'ngli aram tapmaydi. Men hozir so'zlayotganim do'stlarimga, qarindoshlarimga ozroq olsun qalbida biza olsunmi vatan so'ygusi, qarindoshlarga bo'lgan mehri, bo'lgan bunda qarindoshlarimga azroq olsun o'rtaqlashay deb turib, mushuni so'zlab qo'ydim. Qarindoshlarim, anadagi her dokladlar var. Bu dokladninki her bir betleriga kirsanglar, yurkinglar tilinib ketadi, tilinib qanaqidi desam bo'ladi. Indigenous people deganimi, ashunimi yana to'g'ri qilib turib, ashunimi yana kallasiga singdirish uchun talay ishlarni qilib ketdi. Qilyotidi ham. Chunki aningdan seg'in kalladak eliyotgan pul va xuddi enedininki almas aşkıçını palançı pokunçığı bergen dedi-ku. O almas aşkıçlar keyin nimeler boldi. Yani nimeler boldi. O öjetlerde kimsini yitlep qayaga akirdi. Anadaki bugün degen gap bilan 2 kundan keyin degen gapi o'xshashmaydi. 1 oydan keyinki degen gaplar o'xshashmaydi. Lekin öjet degan öjet. Her qandaq yerda imzo qo'ygan meting deydi-ku. Chet elda yashayotganlarni o'ylab yiqqan imzoni o'ylashib turib qo'ymasak bo'lmaydi-ku. Ba'zan to'xtamlarga texmi shundaq. Bir hüccetni yazgan kelsa yoki dokladni yazgan kelsa, u odatki hikoya emas u. Xato so'zlab qopdimi, bunda nim qilib qo'yibdimi deb uyda o'tirib so'zlagan parang emas u. Qonuniy javobgarligi bor narsa u. Eng qisqasi bir tok idoralari bilan imzolashsangizmi, shuningda to'xtamga rioya qilishingiz kerak.
Qeyrindaşlarım, uyqumuzu azraq açaylı, azraq olsun bir nəsdən izdenəyli. Torda həmmə nəsi var. Ən qısqısı, biz həmmə nəsiga hörmət qıb gəldik. Tordan elib, tordaki qeyrindaşlarımızga izchillığınız bilan jiq nəsəni tapalaysiz. Tordan elib, əmbəklavatımız. Tordan elib, sunuvatımız. Şəxsi, muhim bundaq məxbi elanğan nəsəni biz çıxarmadıq. Çünki vətən müstəqillik üçün çoxum gerek olduğan nəsəni məlum yerdə saxlanıdı. Məndə saxlanmaydı. Mən ölüb kəsin başqalar var. Talay Uyğur yaşları var. Mən şundaq minnətdar. Vallahi acayip minnətdar. Keç gündüz uxlamay qavatqan işləri oldu. Lekin əgər Xitayğa bir peşin tigib de ketken bir qancıq ol, qandığın ol, azraqmı tələtinə qaramayma. Unisi eniq. Mürəssə yox. Xitayning tegidi yatqan yana bir degan mürəssə yox. Unda adam bilan öyle ittifaqlışыңlar, manda qılыңlar deganlar apırıb jüyə depli qoymayçı. Ayrım xanamda bəzən nərsəni dep qoyğanlarga hayran qalaman. Senin anan Xitaymı ya? Dep qalaman. Uyğur üçün Uyğur üçün birəni tuğup bolsun məsi qoşanmısaq nima qılımız O millet doğruluq, yana bir doğruluq sözləb olturuşununki. Qeyrindaşlarım, uyqumuz azraq açaylı. Bu nəslə öz yazğan nəslə. Eyliq sərxil özünün isimlərini sərxil qoyuvagan, sərxil o noçı bu noçının özlərinin yazğancı mı? Biz bir yerdən küttümüz urup tapmadıq. Açsanlar, xeylicik nəsləg erişsizlər. Aldırma yana başqa temalarımı kirib qoymaz. Məsələn, Orta Asiyadakı qatillıq vəqəsini özü yazıbdı. Dolqun İsa. Bəzi Xudayımcı rast hem sözüldü diken, hem cöyüldü diken, bəzən nəsləgi Allah uluq, qalan nəsləgi həmdi. Gitib berib körümüz qeyrindaşlarım. Rəhmət sizlərə. Aman bulunlar.